Botokslarsiz ham buni ketqizsa bo'ladi. Singan chiziqlarni yoysa bo'ladi. Osilgan yuzni ko'tarsa bo'ladi. Обязательно kosmetologga borib buning uchun botoks olib yuzingizni tortirishi shart emas. Bu meni bu holatim, bu esa hozirgi holatim. Uy sharoitida siz ham shu natijaga erishsangiz bo'ladi. Sizdan talab qilinadigan narsa 3 ta shartga amal qilishingiz. Birinchi sharti sog'lom uyqu, o'z vaqtida uxlashingiz. Ikkinchisi esa doimiy sport bilan shug'ullanishingiz. Sport bilan shug'ullanganingizda ham asosan osonkaga e'tibor berishingiz va yelka bilan ko'proq ishlashingiz, chunki bu yerda kollagen ko'proq ishlab chiqaradi. Uchinchi sharti esa prям derimizga kirib boradigan kollagenli kremlardan uzluksiz foydalanishingiz. Hamma kremlar ham derimizga kirib bormaydi. 95% kollagenli krem borki, derimizga yetib bormaydi. Kuchi yetmaydi, molekulasi juda ham katta bo'lganligi uchun. Aynan men bu qo'limdagi krem prям derimizga kirib boradi. 99.9% milsinzrit formulasida tayyorlangan. Tarkibiga maxsus biopolimer, ya'ni toza chitosan qo'shilgan. Gidrolizlangan ziritlar bo'lsa, hamma kremdagi foydali ingredientlarni terini ostiga 99.9% olib kirib ketadi. Yana plus tomoni, yuzingizga alohida, ko'zingizga alohida, bo'yningizga alohida krem sotib olib o'tirmaysiz. Bu hammasi birda. Grami 100 mg juda ham katta gidrit krem. Qiziq bo'lsa plus qoldiring.